Keling, osmonning kelajagi va dunyoning kelajagi nomli vaz bilan Xudoning kalomini o'rganaylik. 여러분과 함께 하나님 말씀 상고하는 시간 가져보도록 하겠습니다. Eng nufuzli rahbarlar ishtirokida maxsus yig'ilish bo'ldi. 모여서 사교 모임을 이제 가졌다고 합니다. Asosiy suhbat kelajak haqida bo'ldi. 나눈 대화 중에 하나가 미래에 대한 것. Bu dunyo bilan nima bo'ladi? 이 세상은 어떻게 될 것인가? Texnologiya qanchalik rivojlanar? 기술 발전은 어디까지 갈 것인가? Hayotimiz qanday o'zgarar? 우리 인간의 삶은 어떻게 변한가? Shu tarzda ular kelajakni muhokama qildi. 얘기들로 이어졌다라고 합니다. 자, Buni 이런 eshitgach 얘기 o'ylandim. 듣고 Kelajagimiz qanday bo'ladi? 그럼 우리의 미래는 과연 어떨까? Barchangiz qiziqmaysizmi? Kundalik hayotda ham 10 yil avvalgi bilan solishtirsak, ko'p narsa o'zgargan. 지금의 어떤 생활을 비교해 보면 많은 것이 지금 달라져 있습니다. 과거에는 굉장히 Ilgari mashhur bo'lgan kasblar endi ahamiyatini yo'qotgan. 지금은 중요하게 여겨지지 않는 이런 어떤 현상들도 많이 빚어지고 있습니다. Sun'iy intellekt hayotimizga bilan insoniyat kelajagi yanada cheklanmoqda. 인류의 그삶 속에 자꾸만 이제 들어다가 보니까 사람의 미래는 점점 모든 것이 좁아질 수밖에 없습니다. 지금 Hozirda sizningcha 경전에 qaysi jarrohlik qimmatroq, inson bajarganimi yoki AI yo mashina bajarganimi? 아니면 AI나 이런 기계들이 수술하는 수술비가 높을까요? 이 기계가 하는 Mashina 수술은 jarrohligi ancha 훨씬 aniqroq. 더 정교하고 훨씬 더 그 실수율을 낮출 수가 있고 Sun'iy intellekt 기계로 jarrohligi AI istiqbolli 수술이 usuldir. 과학계에서는 굉장히 그또 유력한 그런 어떤 수술로 알고 있습니다. Biroq u hali keng qo'llanilmagan. 보편적으로 보급이 되지 않아서 그렇지. Insoniyat orqada qola 그런 쪽에 boshladi. 이제 사람이 벌써 이제 밀리기 시작합니다. Sun'iy intellekt odam bilan go o'ynagandi, to'g'rimi? 사람하고 인공지능이 AI가 바둑을 한번 뜬 적이 있었죠. Bu yangiliklarda keng yoritildi. 뉴스로 회자된 적이 있었습니다. Odam yutadi deb o'ylashgandi, ammo bittadan boshqa hammasida yutqazdi. 딱한번 사람이 이긴 그런 어떤 기록을 남겼습니다. 그 O'shandan 이후부터 beri AI hayotimizga chuqur singdi. 우리가 살고 있는 이 삶 속에 너무나도 지금 깊숙이 침투하고 있습니다. 자, 이러다 AI 보니까 mutaxassislar ishini qilgani uchun 사람이 하는 코딩 기술이라든지 컴퓨터 전문가들이 했던 이런 기술들이 AI가 전부 하니까 미국 AQShda Silikon 실리콘밸리나 vodiysi kabi joylar odamlarni ishdan 여타의 bo'shatmoqda. 어떤 그 국가에서 그런 직종에 있는 사람들을 퇴직을 시킵니다. 다시 Xullas, 말해서 mashinalar 인간이 odamlarga 하는 nima 일을 qilmoqda? 기계가 전부 어떻게 합니까? 전부 지금 Ular 대신하고 endi 이런 hammasini 어떤 egallamoqda. 미래를 Ular bunday 인간 kelajakni 사회에 ko'rsataveradi. 보여주는 겁니다. Shu 하나님께서 bois 왜 Xudoning nega yerdagi 우리를 narsalarga 너무 bog'lanmanglar 그렇게 deganini 집착하지 o'ylashimiz 말라고 kerak. 하셨는지 정말 우리가 한번 생각해 봐야 될 어떤 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, Tibbiyot 병원도 xodimlari 이제 ham 서서히 orqada qola boshladi. 밀리기 시작하죠. 이제 Harbiy sohadachi. 군대는 또 어떻습니까? Ilgari 과거에는 qo'shinning 군사의 qudrati 수가 ko'pincha 얼마나 askarlar soni 많은지를 bilan o'lchanardi. 가지고 모든 국가에서 그 군대의 어떤 힘의 우위를 결정하는 지표로 많이 삼았습니다. 그러나 Biroq 지금은 hozir robot itlar va 로봇 boshqa 개라든가 robotlar odamlar o'rnini 또 egallamayaptimi? 로봇을 많이 만들어서 사람의 어떤 부족한 부분들을 대체하고 있지 않습니까? Bugun sun'iy 극한을 intellekt 하기 haqida 위해서 vaz qilmoqchi emasman. 상상에 쓴 건 아닙니다만 우리 사람의 미래를 내다보니까 Lekin insoniyat kelajagiga boqib, o'ylanib qolaman. Odamzodga ehtiyoj qolmaydigan zamongacha qancha vaqt bor? 시대가 얼마나 남았을까 하는 이런 이제 생각이 들기 때문입니다. Keksalar farzandlariga ogirligi tushmasin deb ular bilan yashamaydilar. 부모님들이 폐를 안 끼치려고 말이에요. 그렇게 Yolg'iz yashovchi keksalar soni ortmoqda. 독거 노인의 인구가 해마다 지금 증가되고 있고 Farzandlari tez-tez xabar olib turishsa yaxshi bo'lardi. Biroq ularning ham o'z tashvishlari bor. 자녀들은 또 자신들 또 살아가기에 또 힘겨워서 허덕거리느라고 자주 또 와서 들여다보지도 못합니다. Hukumat yordamchilar yuboradi. Biroq bu holat ham o'zgarmoqda. Shunday emasmi? 보내주긴 합니다만 이 일조차도 지금
어떻게 바뀌고 있습니까? Yaponiyada hamma narsani robotlar bajaryapti. 로봇으로 전부 지금 또 바뀌고 있습니다. Keksalar robot bilan gaplashadi. 여러분 Azizlar, AIdan qiziq hikoya ayt desangiz, u erinmaydi. 싫어하지 않습니다. 10번이면 U har safar aytib beradi. Odamdan so'rasangiz esa, nega bezovta qilyapsan, deydi. 그걸 자꾸 요구하느냐 말이죠. 귀찮아하고 Ularga bu yoqmaydi. Jamiyat shu kelajak sari intilmoqda. 미래를 향해서 자꾸 달려갑니다. Askarlar o'rnini ham robotlar egallamoqda. 로봇으로 대신하죠. 사람이 필요가 없습니다. AI hatto operatsiyalarni ham bajaryapti. AI가 하고 있습니다. Odamlarga ehtiyoj kamaymoqda. 필요가 없어집니다. Mashina yig'ishda odam deyarli kerak emas. 별로 서지를 않습니다. Odamlar norozilik qiladi. 데모하죠. 월급 올려 달라 하죠. Ko'p maosh, ko'p dam olishni so'raydi. 많이 달라고 하죠. 요구 사항이 많은데 Biroq mashina sotib olingach, u tinimsiz ishlaydi. Kuniga 24 soat, yiliga 365 kun. 365일 열심히 일합니다. Xo'sh, tadbirkorlar nima deb o'ylaydi? 어떻게 생각하겠습니까? Ular odamlarni yollaydimi yoki AI va robotlarga tayanadimi? 로봇 기계에 의존하겠습니까? Jamiyat shu tomonga bormoqda. 사회로 돌아가게 됩니다. Ba'zilar, odamlar ishlamasa, qulay yashamaydimi, deb o'ylashi mumkin. 잘살수 있지 않겠는가? Bu to'g'ri emas, chunki odamlar ishini yo'qotadilar. AI davrida shunday deyishadi. Insoniyatning oltin davri bu yerdagi vaqti tugayapti. 이 땅에서 살 수 있는 시간들이 굉장히 참 얼마 남지 않았다라고 이 AI 시대에 와서 그런 얘기를 종종 이렇게 듣게 되거든요. Biroq sizga tushkun hayot kechiring demayapman. 어떤 삶을 살라고 이렇게 말씀을 드린 것이 아닙니다. Xo'sh, bugun eng baxtlilar kim? 과연 지금 어떤 Ular 삶을 qanday 살아가는 yashayapti? 사람들이 가장 행복할까? 제가 한번 Bir safar Aydan so'radim. 하늘에서 내려오는 Osmondan tushayotgan kvadrat yangi Quddusning CZ animatsiyasini yarat. 아주 천천히 내려오는 모습을 한번 그 CG로 만들어 줘 하니까 만드는데 Bunga 5 daqiqadan kam vaqt ketdi. CZ mutaxassislaridan so'radim. Buni aysiz qilish qancha vaqt oladi? 그런 걸 AI 기법을 활용하지 않고 하게 된다면 어느 정도 걸리냐 하니까 Ular bir necha hafta ketadi, deyishdi. AI 5 daqiqada qilgan ishni odam haftalab qiladi. Yana Aydan ona fidoyiligi haqida she'r yozishni so'radim. Shunchalik ta'sirli ediki, yig'lab yubordim. 했더니 이건 정말 눈물 쏟아지겠습니다. She'riyatni yoqtirganim uchun ona haqida ko'p she'r o'qiganman. 어머니에 대한 Lekin hech qachon bunchalik ta'sirli she'r o'qimaganman. 이런 감동적인 시는 정말 참 보지를 못했어요. Sun'iy intellekt bir soniyaga qolmay she'r yoza oladi. 얘기하면 1초도 안 돼 가지고 다 만들어 주죠. 연말이 돼서 Sun'iy intellektga tadbirga boraman, nutq yozib ber desam, u darhol yozib beradi. Bu mening kunlab yozganimdan ancha yaxshi. 제가 맨날 며칠 고심해 가지고 작성하는 것보다 훨씬 더 우수합니다. Xo'sh, kim odamni yollaydi? 누가 사람을 쓰겠습니까? U she'rlarni yaxshi yozadi. 음악 Qo'shiq matni va musiqasini bastalashda ajoyibdir. 여러분 이런 Azizlar, shunday davrda yashayapmiz. 우리가 지금 살고 있습니다. Shunda o'ylayman, bu narsalardan foydalanadiganlar yangi dunyoda yashayapti. 살고 있구나 하는 그런 생각이 참 듭니다. Insoniyatning bu oltin davri qancha davom etarkin? 인류의 어떤 그 골든 타임이라는 것이 과연 이게 앞으로 어느 세월까지 갈까 말이에요. Ba'zilar 10 yil, ba'zilar 20 yil deydi. 어떤 사람은 Ammo insoniyat haqidagi gaplarning ko'pida aniq xulosa yo'q. 이 방향을 잡지 못하는 얘기들이 거의 대다수였습니다. 근데 Biroq AI sun'iy intellekt qanchalik rivojlanmasin, u osmon shohligini tasvirlay oladimi? 묘사할 수 있습니까? Osmondagilarning o'rnini bosa oladimi? 천국에 대한 내용을 대신할 수 있습니까? Yerdagi narsalarni sun'iy intellekt almashtirishi mumkin, ammo osmondagilarni hech qachon almashtira olmaydi. 대치되지 않습니다. Shuning uchun eng dono odamlar osmon shohligiga tayyorlanayotganlardir. 천국을 준비하는 사람들, 천국을 향해서 달려가는 사람들. Aytaylik, kimdir 10 yil ingliz tilini o'rgandi. 해놨는데 웬걸요?
Biroq smartfoningizga narxi qancha desangiz, u darhol inglizcha tarjimasini beradi. 그대로 그 자리에서 금방 말이 나오는데 나는 Siz ingliz tilini qunt bilan o'rganib, how much is it iborasini zorga 그 o'rgandingiz. 표현을 알았는데 얘는 Ammo sun'iy intellekt buni darhol tarjima 이거 qiladi. 뭡니까 하면 뭐 금방 그 나라 말로 다 나오니까 말이죠. Faqat inglizchaga tarjima qiladimi? 스페인어도 나오죠. Ispanchaga tarjima qilinadi. 영어도 나오지요. Portugalchaga ham. 10개국의 언어가 바로 Biz o'nlab 통일이 tillar 돼서 darhol 하나만 tarjima 나오는 qilinadigan 시대에서 davrda 우리가 yashayapmiz. 살고 있습니다. Xo'sh, ingliz tili akademiyalari bilan nima bo'ladi? 어떻게 되겠습니까? Ular 점점 yopiladi. 이 Insoniyat 땅에서의 kelajagi 사람들의 qiyinlashib 어떤 bormayaptimi? 미래는 점점 모든 것이 막혀지는 것은 아닌가? 앞으로 Kelajakda o'qituvchi, 선생님도 maktab 없어지고, kerak bo'lmasligi mumkin. 교수도 없어지고, 학교도 필요 없고, 제가 필요 없다는 것이 Bu 아니라 mening shaxsiy fikrim emas. 오늘날 이 세상이 Dunyo kelajakka 바라보는 shunday qaraydi. 이 지구촌의 미래가 그렇더라는 것입니다. 왜 Chunki 나는 AI maktablardan ko'ra batafsilroq ma'lumot beradi. 뭐 학교에서 10배, 100배 자세한 내용들 다 제공해 주니까요. Agar siz Aydan Trafalgar jangi nima deb so'rasangiz, u darhol javob beradi. Admiral Yisunsin haqida aytib bering desangiz, u bir zumda tugilgan yilidan yutuqlarigacha, hatto qirol Seonjo davridagi voqealarni ham tushuntirib beradi. O'quvchilar ustozlarni izlaydimi? Bu yer yuzining kelajagi. Biroq osmon shohligi sari intilayotgan bizning kelajagimizchi? Hozirgi kasblar jozibador ko'rinsa-da, ay tufayli odamlar boridan ayriladi. 모든 것을 빼앗길 수밖에 없는 이런 어떤 직업들을 다 가지고 있습니다만 우리는 Xo'sh, 어떻습니까? bizchi? 우리의 Kelajagimizga kelsak, muqaddas kitobdan ko'ramizki, Xudo sevikli farzandlari uchun barcha narsani tayyorlagan. 이런 모든 것을 예비하셨구나. 또 태초부터 Shunda Xudoyimiz oxiratni oldindan biladi. Ota-onamiz bizni baxtliroq dunyoga yetaklash uchun bu ta'limotni bergan deb anglaymiz. Azizlar, buni shunchaki ijtimoiy hodisa deb emas, balki bu yer yuzidagi odamlarning kelajagi shunday deb o'ylaylik. Osmon shohligiga boqadiganlarning kelajagi qanday bo'ladi? Buni o'ylab ko'raylik. Nega Xudo Isroilliklarga sahroda qiyinchiliklar kechirishga yo'l qo'ydi? Ularni barakalash uchun. Muqaddas kitobda yozilmaganmi? Xudo kelajagimizni baxtliroq qilish va abadiy ulug'vorlikka yetaklash uchun bugunni bergan. Shu bois faqat bugunga emas, kelajakka boqib, g'ayrat bilan yugurishingizni so'rayman. 열심히 또 달려갈 수 있는 하늘 가족들이 다 되시길 부탁드리겠습니다. Keling, Ishayo 46-bob 10-oyatni ko'raylik. Ishayo 46-bob 10-oyatda Xudo shunday deydi. Oxirida nima bo'lishini boshidayoq aytaman. U boshidanoq oxirini ma'lum qildi. Xudo hamma narsani bilgani uchun u shunday deydi: boshqa yo'ldan yurmang, faqat men buyurgan yo'ldan yuring. 다른 길로 가지 말고 내가 너에게 명하는 그 길로만 따라오라고 말. Xudo bizni itoatga majburlamaydi. 강제적인 입장에서 우리로 하여금 Aksincha, yorqin kelajagimiz barakalari uchun yo'l ko'rsatadi. 그 축복을 위해서 그 길을 알려 주시는 것이 Ammo odamlar Xudoning kalomiga ko'ra yashashim shartmi? 말씀대로만 살아야 될까? 그러면 얼마나 Hayot juda qattiq bo'lmaydimi deb o'ylashadi. 딱딱할까? Kalomni tushunmay, xohlagan ishlariga to'sqinlik qilinmoqda deb xato o'ylaydilar. 억압당하고 구속당하고 하고 싶은 것 못하고 제재당하는 이런 어떤 삶을 사는 것 같이 오해를 하게 되더라는 것입니다. Xudo azaldan bizga eng baxtli hayotni berishni istaydi. 삶을 주시기를 원하고 계십니다. U bizga eng go'zal narsalarni berishni istaydi. 원하십니다. 그래서 Shu bois u bizni yangi ahd yo'liga boshlaydi. 영원하게 진리의 길이기 때문에
그 길대로만 은혜롭게 Bu yo'ldan 걸어가서 inoyat ila yurib, 영원히 samoviy 하나님께 abadiy shon-shuhratga erishishimiz lozim. 그것을 다 얻을 수 있는 우리가 되어야 되겠습니다. 나중에 AI가 Sun'iy intellekt vaz 시대가 qiladigan 온다면 davr kelsa 그건 nima 어떻게 bo'ladi? 될까요? 그러니까 모든 것이 지금은 Shu bois, hozir Xudoning xushxabarini gayratla vaz qilishning oltin vaqti. 골든 타임의 시간이라고 볼 수 있겠습니다. 이런 시간들이 Bu 다 vaqt 지나게 o'tsa, 된다면 bu rollar odamlardan 이런 mashinalarga 능력들은 o'tadi. 사람이 아니라 기계에게로 전부 다 옮겨지게 될 것입니다. Bu sodir bo'lmasdan, vazifangiz va imkoningiz borida, bor kuchingizni ishga soling. 최선을 다하는 신앙이 다 되시기를 부탁드리겠습니다. Yana 10-oyatni qoraylik. Oxirida nima bo'lishini boshidayoq aytaman. Sodir bo'lmaganlarni oldindan bildiraman. Niyatlarim bajo bo'ladi, barcha istaklarimni ijro etaman deb aytmoqdaman. Xudo o'z irodasini bajo keltirish uchun yer yuzidagi hamma narsani tayyorlagan. 이 땅에서 일어나는 모든 현상들, 상황들 옛날에는 Ilgari romanlarni odamlar yozardi, hozir esa sun'iy intellekt romanlari ommalashgan. 인기가 있습니다. Azizlar, AI odamlar qilgan ishlarni egallamoqda. 지금 다 진행하고 있거든요. 얼마 전 Yaqinda 시간에 imtihonda javoblarni AI yozish uchun AI ishlatilgani katta yangilik bo'ldi. 뉴스에 몇번 이렇게 AI test topshirsa mukammal ball oladi. AI가 시험 보면 거의 만점입니다. Barcha bilim unda bo'lgani uchun bu tabiiy. 뭐 당연히 만점 될 수밖에 없겠죠. Bu muammolar ko'payganini ko'rib, oylanib qolamiz. 이렇게 대두되는 것을 볼 때에 이 땅의 어떤 삶을 추구하며 살아가는 사람들의 미래와 천국을 사모하면서 천국을 Faqat shu dunyo uchun yashaydiganlar bilan osmonga intilganlarning kelajagi qanday bo'larkin? 생각해 보지 않을 수 없는 부분입니다. Men bugun AI o'qituvchisi sifatida kelmadim, ammo davrimiz haqiqati shudir. 지금 시대가 그렇습니다. Bilim tolib toshgan. 하고 있습니다. Chunki insoniyat to'plagan barcha bilimlar kompyuterlarda saqlanadi va ularga sun'iy intellekt orqali kirish mumkin. AI를 통해서 사용할 수가 있는 그런 시대가 되었기 때문에 과거에는 Ilgari bilim ustozlar orqali yetkazilgan. 교수들이나 학자들을 통해서 지식이 전달이 되었습니다. Biroq endi bunday emas. 그렇지가 않습니다. Darhaqiqat, hozir professorlar ma'ruza qilganda, talabalar sun'iy intellektni yoqib, darhol tekshiradilar va ustoz, sana biroz noto'g'ri yoki bu boshqa odam deydilar. 다른 사람인데요. 이런 식으로 Shu bois ba'zi professorlar professorlik qilish qiyin deydilar. 얘기하시는 교수님들도 계십니다. Boshidanoq Xudo insoniyatning bunday davrda yashashini oldindan bilgan. 살 것을 이미 태초부터 바라보셨기 때문에 Shu sababli u muqaddas ruhning davrida bu yerga ikkinchi bor keldi. 이 땅에 오셔서 아버지 어머니께서는 이 땅의 Samoviy ota va 세속적인 samoviy ona 모습이나 butun insoniyatga 세속적인 dunyoviy 어떤 ochkozlik, 그 지식이나 세속적인 자랑거리보다는 bilim va gurur o'rniga ko'proq samoviy mukofotlar qozonish 이런 imkonini 기회를 우리 bermadilarmi? 모든 인류 인생들에게 허락해 주지 않았습니까? Shu bois Xudo yorqin kelajagimiz uchun Vahiy 22-bobni butun insoniyatga yubordi. 인생들에게 계시록 22장 이 내용을 전부 보냈습니다. 22-bob 17-oyat. Ruh ham, kelin ham, kel, deb chorlayapti. Ushbu bashorat so'zlarini tinglayotgan kishi ham, kel, deb aytsin. Kim chanqagan bo'lsa, kelsin. Kim xohlasa, hayotbaxsh suvdan tekin bahra olsin. Yorqin kelajagimiz uchun Xudo yerga ruh va kelin sifatida keldi. 성령과 신부로 두 번째 이 땅에 와 주시고 Xudo butun insoniyatni ruh va kelin huzuriga chorlab, chanqagan, charchagan, hayotdan bezgan, haqiqatni istagan har kim menga kelsin, dedi. 누구라도 좋으니까 다 내게로 성령과 신부께로 전부 오라고 이렇게 초대를 해 놓으셨습니다. Bu yer kelajagining cheki bir kun ko'rinadi. 언젠가는 그 한계를 드러냅니다. 그러나 Sun'iy intellekt osmon shohligi kelajagini egallay olmaydi. AI가 차지할 수 있는 그런 영역이 아니고 그런 공간이 아닙니다. 이 Faqat 땅에서 osmonga umid bog'lab, unga 소망, tayyorlanganlar najot 세상에 topadigan 있어서 davr kelishi 준비하는 muqarrar. 사람들만이 살아남을 수 있는 시대가 반드시 도래합니다. Ikkinchi korinfliklarga 3-bob 6-oyatga nazar solaylik.
3-bob 6-oyat. Xudo bizga yangi ahdning xizmatkorlari bo'lish qobiliyatini berdi. U buni qanday qildi? Bu ahd qonunga emas, balki ruhga asoslanib tuzilgan. Chunki qonun o'limga yetaklaydi, ruh esa hayot bag'ishlaydi. Xudo yangi ahd orqali insoniyatga qanday kelajakni ochmoqchi? Endi o'lim, motam, qayg'u, yig'i yoki og'riq bo'lmaydi, faqat abadiy zavq bo'ladi. Xudo bizga mangu ulug'vorlik dunyosini berish uchun yangi ahdni ma'lum qildi. Biroq dunyo odamlari yeb-ichish va boshqa ishlarni muhimroq hisoblab, bunga ko'p vaqt ajratmaydi. Kelajagimiz uchun, agar hayotimizning 99 ini dunyoviy ishlarga, atigi 1 ini chinakam muhim narsalarga sarflayotgan bo'lsak, qadriyatlarimiz haqida mulohaza qilish vaqti keldi. Nima uchun Xudo bizni yangi ahd ishchilari qildi? Yangi ahd orqali bizni o'limsiz dunyoga yetaklash Xudoning buyuk irodasidir. Xudo bizga og'riq bo'lmagan. Bu yerdagi barcha azob-uqubatlar tugaydigan dunyoni ato etish uchun shunday deydi: yangi ahd ishchilari bo'linglar va haqiqatni barcha xalqlarga e'lon qilinglar. Keling, Vahiy 21-bob 4-oyatiga qaraylik. To'rtinchi oyatni ko'raylik. Xudo ularning ko'zidagi har bir tomchi yoshni artib qo'yadi. Endi o'lim mavjud bo'lmaydi, hech kim qayg'urmaydi, yig'lamaydi, azob chekmaydi. Zero avvalgilar o'tib ketdi. Taxtda o'tirgan zot shunday dedi: "Mana men. U nima qilyapti? Hammasini yangi qilib yaratyapman." Keyin u menga dedi: "U nima dedi? Bularni yozib qo'y. Axir bu so'zlar ishonchli va to'g'ridir." Xudo o'lim, yig'i va og'riq bo'lmagan inoyat dunyosini ochish uchun bizni yangi ahd haqiqatiga chaqirdi. Ruh va kelin, menga kelinglar, deya insoniyatni chorlamayaptimi? Juda bandligimizdan bo'sh vaqtimiz yo'q, ma'naviy o'ylashga ham vaqt topolmaymiz. Shunday bo'lsa-da, ertangi kun bugungidan yaxshiroq bo'ladi degan umidda yashamayapmizmi? Kelajakda men qanday bo'laman? Kelajakda hayotim qanday bo'ladi? Kelajak haqida gap ketganda imon yo'limizni ko'rib chiqishimiz kerak. Bu dunyo kelajagiga ko'z tikkanlar oxir-oqibat chegaraga duch keladi. Bu yer yuzidagi muhit ancha yaxshilansa ham, u abadiy bizniki bo'lmaydi. Bu dunyodagi kelajagimiz 70 yoki 80 yildan so'ng tugasada, osmon shohligidagi kelajagimiz qanday bo'ladi? Bu abadiydir. U yerda olim ham, motam ham yo'q. Doimo quvonch va tinchlik bor. Har kuni yangi narsalar yaratiladi. Og'riq ham, qayg'u ham yo'q. Xudo bizga shunday bebaho dunyoni inom etish uchun bu yerga yangi ahd haqiqatini ayon qilgani keldi. Shunga qaramay biz, buni pastordan eshitdim, YouTube'da tekshirdim va muqaddas kitob darslarida o'rgandim. Demak, men ko'p narsani bilaman, deymiz. Biz bunday o'ylamasligimiz kerak. Shayton bu haqiqatni tortib olmasligi uchun ota va ona uni masallar, bashoratlar va tarix bilan o'rab,
또 역사라는 포장지. Faqat osmon farzandlari asl ma'nosini tushunadigan qilib yashirdilar. 자녀들 외에는 진짜 정체를 Shu sababli shogirdlar Isoga, agar siz shunchaki bu B, bu B deb aytsangiz, osonroq bo'lardi. A는 A고 B는 B다. Buning o'rniga siz odamlarni bu oshami yoki oshi bumi deb oylantirib qo'yapsiz, dedilar. 그것인가 그것이 이것인가. Ular, nega masallar bilan gapiryapsiz, 왜 비유로 말씀하십니까? deb so'rashdi. 천국의 비밀을 U shunday javob berdi: Osmon shohligining sirlarini bilish ularga emas, sizlarga berilgan. 되었기 때문이다. 우리에게 Bizga shunday alohida imtiyozlar berilgan va Xudoning inoyati amalda. 수많은 어떤 하나님의 은혜가 작동하고 있는데도 감사할 줄 모르고 당연히 Buni tabiiy hol sanab, shukr qilmay, imonsiz holda jamoatga qatnashimiz yaramaydi. 교회 몸만 나오는 이런 어떤 우리의 신앙이 돼서는 안 되겠다라는 Yangi yilda butun qalbimiz, jonimiz va ongimiz bilan Xudoni, yaqinlarimizni, aka-uka va opa-singillarimizni hamda xushxabarni sevib, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 내 형제 자매들을 사랑하고 이 복음을 진실로 사랑하는 어떤 yangilangan kelajak sari olga boraylik deb ibodat qilaman. 할 수 있는 해가 되었으면 좋겠습니다. Keling, 22-bobga o'tamiz. 22장으로 한번 Xudo biz uchun ajoyib narsalar tayyorlagan, ammo ba'zilar ishonmay, faqat hozirgi sharoitiga boqadi. 이런 Bu juda achinarli. 여기에 대한 믿음이 없이 자꾸만 현실만 바라보게 되는 삶이 때로는 답답하기 거지없습니다. 22-bob, 1-oyat. Farishta menga billurday tiniq, hayotbaxsh suvlar daryosini ko'rsatdi. Bu daryo Xudoning va qo'zining taxtidan chiqib, shahar ko'chasi bo'ylab oqayotgan edi. Daryoning ikkala qirg'og'ida ham hayot daraxti bor edi. Bu daraxt yilda 12 marta har oy hosil beradi. Daraxtning barglari xalqlarga shifo baxsh etadi. La'nat degan narsa u yerda qolmaydi. Shaharda Xudoning va qo'zining taxti bo'ladi. Xudoning qullari unga xizmat qiladi. Ular Xudoning jamolini ko'radi. Xudoning ismi ularning peshonalariga yoziladi. U yerda boshqa tun bo'lmaydi. Chiroqqa ham, quyoshga ham ehtiyoj qolmaydi. Axir egamiz Xudo ularga nur sochadi, ular esa to abad hukmronlik qiladi. Azizlar, bu bizning kelajagimiz. Muqaddas kitobda yozilgani uchun bunga befarq bo'lmaylik. Bu biz haqimizdagi bashoratdir. Ushbu bashoratning bosh qahramonlari sifatida bugun Xudoning bashoratiga muvofiq yashayapmizmi? Bu haqda o'ylashimiz kerak emasmi? Xudo bizga yorqin kelajak tayyorlash uchun astoydil mehnat qilib, bor e'tiborni qaratdi. Ammo uning farzandlari vaqtini behuda sarflab, yo'q bo'ladigan narsalarga e'tibor qaratsa-chi? Hech qachon bunday bo'lmasligi kerak. Shuning uchun Havoriy Pavlus 2-Korinfliklarga 4-bobda muhim xabar qoldirgan. 2-Korinfliklarga 4-bobga o'taylik. 4-bob 16-oyat. 4장 16절의 말씀 보시면 Shuning uchun ham umidimizni yo'qotmaymiz. To'g'ri, bu foniy badanimiz xazon bo'lyapti, ammo biz ruhan yangilanib boryapmiz. Bizning o'tkinchi yengil azob uqubatlarimiz. Bu yengil azoblar bizga haddan tashqari ajoyib va abadiy ulug'vorlik keltiradi. Axir biz ko'rinadigan narsalarga emas, balki biz nimaga ko'z tikamiz? Ko'rinmaydigan narsalarga ko'z tikkanmiz. Bu nimani anglatadi? Bu samoviy narsalarni anglatmaydimi? Ko'rinadigan narsalar o'tib ketadi, ko'rinmaydiganlari esa. Ko'rinmaydigan narsalar qanday? Mangudir. Agar Xudo tayyorlagan kelajakni bilib yashasak, hayot qiyin bo'lsa-da, og'ir tuyulmaydi. 오늘의 삶이 아무리 힘겹고 고달프다고 하더라도 전혀 고달프지 않습니다. Biz meros oladigan ulug'vor dunyo va sharafli va'dalar bor. Buni muqaddas kitobdagi so'zlar deb bilmaslik kerak. Bu haqiqatga aylanadi. Otamiz va onamiz tayyorlagan yangi yilni shu ishonch va inoyat ila kutib oling. Ibroniylarga 11-bobda iymon haqida ko'plab bayonlar bor.
믿음에 대한 얘기들이 Ibroniylarga 11-bobning KBS 6-oyatini 11장을 qoraylik. 좀 열어봅시다. Ishonmagan odam hech qachon Xudoni mamnun qila olmaydi. Shu tarzda yozilgan emasmi? Bu dunyoning kelajagi bor. Xudo o'z farzandlariga ham kelajak tayyorlagan. Bu kelajakka ishonchimiz qat'iy bo'lsin. Ibtidoiy cherkov avliyolari quvgin qilindi. Ularni Rimda sherlarga yem qilishdi, tiriklayin mashaldek yoqishdi. Shunda ham ular afsuslanmadi. Sababi nima edi? Xudo va'da qilgan kelajak tufayli emasmidi? Chunki ularda ishonch bor edi. Kelajakka ishonchi yo'qlarni imonda, na bu dunyoda to'g'ri yashay oladi. 2026da Xudoni rozi qilaylik. Haqiqiy kelajagimiz olim va azobsiz, inoyatli va ulug'vor osmon shohligi. Birinchi Korinfliklarga 2-bobdagidek ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson xayoliga kelmagan olamda abadiy kelajak tayyorlagan Xudo Elohimning ulug'vorligini oylab, dadil olga intiladigan imon vaqti bo'lsin. Kelajakka ishonchimiz zaiflashsa, hech narsa qila olmaymiz. Kelajakka ishonch Yoshonikidek kuchli bo'lsa, nima bo'ladi? Ular Yerixoning mustahkam qal'asi haqida nima deyishadi? Ular biz uchun oson o'lja bo'lishadi, deydigan ishonch bo'ladi. Yoshua Xudo tayyorlagan galabali kelajakka ishondi. Boshqalar Xudo va'da qilgan kelajakka ishonmagani uchun ular juda katta. Ularning oldida o'zimizni xuddi chigirtkaday his qildik. Xudo tayyorlagan kelajakka ishonmaganlar shunday deyishdi. Imoni Kanon yurtiga kirishga loyiq bo'lmaganidan barchasi sahroda yo'q qilindi. Ularning holatini misol qilib, 1-Korinfliklarga 10-bob nimani o'rgatadi? Ularga o'xshamaslikni o'rgatadi. Xudo sizlar uchun tayyorlagan kelajakka ishonmay, ular kabi ahmoq bo'lmanglar. Shuning uchun bular muqaddas kitobda yozilgan emasmi? Yer yuzidagi odamlarning kelajagi qanday bo'ladi? Xo'sh, biz izlagan kelajak qanday? Bizni qanday kelajak kutmoqda? Yoshua va Xolib kelajagiga qattiq ishongan. Shuning uchun ular boshqalar oldida qat'iy turib, ular biz uchun oson o'lja bo'lishadi. Egamiz esa biz bilan bo'ladi, dedilar. Ularning himoyasi yo'qoldi. Ishonch bilan gapirishlariga ularning imoni sabab emasmidi? Sevimli Sion oilasi a'zolarimiz, 2026 yilda Xudo biz uchun tayyorlagan kelajakka va u yaratgan muhitga ishonch bilan oldinga intilishimizni so'rayman. 만들어 놓으신 그 환경에 믿음을 갖고 나아갈 수 있는 천국 가족들 모두가 되시기를 Inoyat topdingiz degan umidda bugungi vazni yakunlayman. Katta rahmat.